الله نحمد الله ونصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما تلونا وسمعنا هدية وتحفة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل القرآن في قلوبنا وفي قلوب أولادنا وذرياتنا إلى يوم القيامة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا يا فياض، احفظنا من جميع البلايا ومن فتن آخر الزمان والأمراض. يا ربي mübarek kaloming va barakatidan va ushbu muborak onlar, muborak kunlar va barakatidan o'tganlarimizni g'ariq rahmat, shohista jannat, kaloming nuri bilan yotgan joylarni munavvar, muattar, muzayyan, nurafshon va charog'on aylab, barchalarni o'zing rozi bo'lgan Jannatul Naim, Jannatul Fizzolarda joylarini hozirlagan. O'tganlarimizni o'z rahmatingga olib, fazling bilan o'zing rozi bo'lgan bandalaring qatoridan o'rin joy bergin. Kaloming barakatidan holi hayotda umr guzaronlik qilib qolganlarga, umrimizga, rizqimizga, kasb-u kor va xonadonlarimizga barakot bergin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duo qildilar. Allohumma barik fi sa'iha va muddiha. Parvardigor olam Hazrati Ibrohim alayhissalom Makkaga qarab duo qildilar. Men Madinaga qarab duo qilaman, toshu taroziga barakot bergin dedilar. Duo qiling, ushbu yurtni toshu taroziga Alloh barakot bersin. O'tganlarga Alloh rahmat, qolganlarni salomat qilsin. Iymonimizni va salomat, zurriyotlarimizga insof, tavfiq, hidoyat, dehqonchilik ziroatlarimizga beradigan barcha ne'matlariga Allohim o'z xazinai g'oyibiyasidan ato etsin. Tinchligimiz, xavfsizligimiz, sog'ligimizni ta'minlab turgan, xizmatda turganlardan, muhtaram yurtboshimizdan Allohim rozi bo'lsin. Amin. Barchalarimizni duogo'ylarimizni iymonlarini, salomat umrlarini ziyoda qilgin. O'tganlarni Xudo rahmatingga olgin. Musofir yurtida yurgan bolalarni safardan behadab qilgin. Salomat yana didor ko'rishlikni nasib ro'zi etgin. Farzand umidida turganlarga ham umri bilan, rizqi bilan o'g'il qizlarni hadya qilgin. Har turli balo, qazo, ofat, shikastlardan, yerdan chiqadigan, ko'kdan tushadigan xavf xatarlardan Allohning panohiga olgin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.